Orbitada qolib ketgan kosmik apparat O'zbekistonga qulashi mumkin. Hindiston Pokistonga raketalar bilan zarba berdi. Islomobodning javobi qanday bo'ladi? Ukraina Moskvaga ommaviy dron hujumini uyushtirdi. O'zbekiston uchoqlari esa yo'nalishini o'zgartirdi. Tramp Kanada bosh vaziriga mamlakatini AQSh tarkibiga qo'shishni taklif qildi. Endi noqonuniy qutb qaziganlar javobgarlikka tortiladi. Tramp Hindiston va Pokiston o'rtasidagi ziddiyat tezroq yakunlanishiga umid qilmoqda. Hindiston Pokistonga raketalar bilan zarba berdi. Islomobodning javobi qanday bo'ladi? 7-mayga o'tar kechasi Hindiston armiyasi Pokistondagi terrorchilik infratuzilmasiga qarshi qaratilgan Sindur operatsiyasini e'lon qilib, yarim tundan keyin mamlakatning Muzaffarobod shahri atrofiga raketa zarbalarini yo'lladi. Bu haqda CNN xabar qilgan. Hindiston mudofaa vazirligi Pokistondagi 9 nishonga jami 9 raketa zarbasi berganini ma'lum qildi. New Delhi nishonlar Pokiston harbiy obyektlari emasligini alohida ta'kidladi. Pokistonning hech bir harbiy obyektiga hujum qilinmadi. Hindiston maqsad va usullarni tanlashda ancha vazminlik ko'rsatdi, deyilgan Hindiston mudofaa vazirligining xabarida. Pokiston mudofaa vazirligi Hindiston mamlakat hududiga raketa zarbalari yo'llaganini tasdiqladi. O'z navbatida Pokiston javob choralari ko'rilishini ta'kidladi. ONU agentligi ma'lumotlariga ko'ra, barcha zarbalar Hindiston hududidan yuqori aniqlikdagi qurollar yordamida amalga oshirilgan. Pokiston tashqi ishlar vazirligi ham zarbalar Hindiston hududidan amalga oshirilganligini tasdiqladi va uning bayonotida New Delhi Pokiston suverenitetini buzishda ayblandi. Endi noqonuniy qutb qaziganlar javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonda quduqni noqonuniy burg'ulaganlik uchun javobgarlik belgilandi. Bu haqda 5-may kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunida so'z boradi. Qayd etilishicha, yer osti suvlariga bo'lgan talab ortib borayotgani, ayniqsa sug'orish va boshqa xo'jalik ehtiyojlari uchun ruxsatsiz quduqlar burg'ulanishi, suvdan nazoratsiz va hisob-kitoblarsiz foydalanish holatlari ko'paygani sababli suv resurslarini muhofaza qilish va tartibga solish zarurati yuzaga kelgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, yer osti suvlarini ruxsatsiz olish, suv iste'moli qoidalarini buzish, suv olish limitlariga rioya qilmaslik, quduqni noqonuniy burg'ulash fuqarolar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 6 dan 15 baravargacha, mansabdor shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravardan 20 baravargacha miqdorida jarima solinadi. Ushbu huquqbuzarlik 1 yil ichida takroran sodir etilsa, fuqarolar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravardan 20 baravarigacha, mansabdor shaxslar uchun esa bazaviy hisoblash miqdorining 21 dan 30 baravarigacha miqdorda jarima belgilanadi. Tramp Kanada bosh vaziriga mamlakatini AQSh tarkibiga qo'shishni taklif qildi. Menimcha, bu Kanada fuqarolari uchun soliqlarni keskin kamaytiradi. Siz dunyodagi eng qudratli armiya, a'lo darajadagi tibbiy xizmat va boshqa ko'plab narsalarga ega bo'lasiz. Bu juda katta afzalliklar beradi, degan Qo'shma Shtatlar prezidenti Kanada bosh vaziri bilan Oq uydagi uchrashuvda. Bosh vazir Mark Carney bunga javoban Kanada sotilmaydi deya javob berdi. Agar siz ko'chmas mulk dunyosidan xabardor bo'lsangiz, ayrim hududlar bor. Ular hech qachon sotilmaydi. So'nggi bir necha oyda saylov kampaniyasi doirasida Kanada fuqarolari bilan uchrashdim. Aytishim mumkinki, mamlakatimiz hech qachon sotilmaydi. Bu kanadaliklarning xohishi. Ammo o'zaro hamkorligimizda katta imkoniyatlar bor, deya ta'kidlagan Kanada hukumati rahbari. Carney shuningdek, Ottawa Trampning mudofaa xarajatlarini oshirish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini bildirib o'tdi. AQSh prezidenti esa kanadaliklar allaqachon bu yo'lda harakat qilayotganligini tasdiqladi. Orbitada qolib ketgan kosmik apparat O'zbekistonga qulashi mumkin. Avvalroq bundan 53 yil avval Venera 8 missiyasi doirasida uchirilgan Kosmos 482 sayyoralararo kosmik apparatning Yerga qulashi haqida xabar berilgandi. Hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra, qulash ehtimol mavjud hududlar quruqlikda joylashgan. Xususan Misr, Suriya, Turkiya va Ozarbayjon hududlari. Kosmos agentligining yangi texnologiyalarni tatbiq qilish bo'limi boshlig'i Ahror Agzamovga ko'ra, past darajada bo'lsa-da uning O'zbekiston hududiga qulashi ehtimoli ham mavjud. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, apparat qoldiqlarining Yerga qulashi 9-11 may kunlariga to'g'ri kelishi mumkin. Hozircha Kosmos 482 ning aniq qayerga qulashini aytish biroz mushkul. Uning O'zbekiston hududiga tushishining ehtimoli esa 0.3-0.5% oralig'ida baholanmoqda. Apparatning katta qismi atmosferaga kirishi bilan yonib ketsa-da, Veneraning og'ir sharoitlarida qo'nish va ishlash uchun mo'ljallangan yarim tonnaga yaqin massasi titan shari alohida xavf tug'diradi. Bu komponent yer atmosferasiga kirishda omon qoladi va butunlay qulab tushadi. Parashyut borligiga qaramay, koinotda 53 yil bo'lganidan keyin u ishlamasligi mumkin. Yerga urilish tezligi esa soatiga 500 km-gacha yetish kutilmoqda. Bo'laklar topilgan taqdirda bu haqda zudlik bilan rasmiylarga xabar berish va hech qanday holatda apparat qoldiqlari bilan aloqada
bo'lmaslik tavsiya etiladi, chunki ular tarkibida xavfli kimyoviy moddalar bo'lishi mumkin. Ma'lum qilinishicha, sobiq Toshkent mashinasozlik konstruktorlik byurosi mazkur Venera dasturining so'nggi bosqichlarida ishtirok etgan. U Venera 13 va 14 va Vega 1 va 2 apparatlari uchun grunt olish va bulg'ulash qurilmalarini loyihalashtirgan va ishlab chiqargan. Ularni sinovdan o'tkazish esa Toshkent viloyatidagi Nevich qishlog'ida joylashgan sinov markazida amalga oshirilgan. Tramp Hindiston va Pokiston o'rtasidagi ziddiyat tezroq yakunlanishiga umid qilmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Hindiston va Pokiston o'rtasidagi mojaro tezda tugashiga umid bildirdi. Bu hafta Amerika yetakchisi Oq uyda jurnalistlar savollariga javob berish chog'ida aytib o'tdi. Yo'q, umid qilamanki, bu juda tez tugaydi. Tramp shuningdek, ish tashlashlar boshlanganini faqat ommaviy axborot vositalari vakillaridan bilganini tan oldi. Eslatib o'tamiz, Hindiston harbiy havo kuchlari Pokistondagi fuqarolik infratuzilmasiga bir qator zarbalar berdi. Hujum oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi, 12 kishi yaralandi. Pokiston tomoni Hindiston agressiyasiga javob choralarini e'lon qildi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, Hindiston harbiy havo kuchlarining 2 qiruvchi samolyoti mamlakat havo hududini buzganidan so'ng Pokiston osmonida urib tushirilgan. Ukraina Moskvaga ommaviy dron hujumini uyushtirdi. O'zbekiston uchoqlari esa yo'nalishini o'zgartirdi. 6-may kuni Rossiya poytaxti Moskva shahri Ukraina tomonidan ommaviy dron hujumiga uchradi. Oqibatda shahar aeroportlari samolyotlar uchun yopildi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib RBK xabar qilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 6-may oqshomida Rossiya hududi ustida jami 57 ta Ukraina droni yo'q qilingan. Ulardan 31 tasi Bryansk viloyati, 14 tasi Kursk viloyati, 7 tasi esa Orlov viloyati ustida urib tushirilgan. Moskva viloyati hududida taxminan soat 1 dan 2 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida 20 ga yaqin Ukraina droni yo'q qilingan. Kunning ikkinchi yarmida esa soat 17:30 da yana 2 dron, 18:42 da esa yana bir dron urib tushirilgan. Bugun kun davomida Mudofaa vazirligi kuchlari dushman dronlari hujumini qaytarmoqda. Hozirda Moskva tomon uchayotgan yana 2 dron yo'q qilindi, deb yozdi Moskva meri Sergey Sobyanin. 6-may tongidan boshlab Rossiyaning turli hududlarida aeroportlar vaqtincha yopildi. Rosaviatsiya Samara, Kaluga, Nijniy Novgorod, Kazan, Tambov, Yaroslav shaharlaridagi aeroportlarda xavfsizlik nuqtai nazaridan parvozlar to'xtatilganligini bildirib o'tdi. Moskva atrofidagi Zhukovskiy, Vnukovo va Domodedovo aeroportlari ham vaqtincha yopildi. Soat 21:19 da Zhukovskiy aeroporti, 22:03 da esa Sochi aeroportida ham cheklovlar joriy etildi. Moskva shahri havo hududining yopilishi munosabati bilan quyidagi Uzbekistan Airways reyslari zaxira aeroportlariga yo'naltirildi.